Rossiyada yana o'sha eski imperiyaning ruhi gapira boshladi. Uning ovozi bu safar faylasuf niqobi ortida. Lekin mazmuni rus askari etigining tovushiga juda yaqin ovozda aytildi. Aleksandr Dugin deb ataladigan mafkuraviy targ'ibotchi dunyoni yangi qolipga solish haqida gapirar ekan. Bu qolipda Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlari uchun alohida joy qoldirmagan. Uning tasavvurida dunyo 3 qutb atrofida aylanadi va bu qutblardan biri Rossiya. Ammo bu markaz o'z atrofida bo'sh fazo qoldirishni istamaydi. Uning nazariyasida Rossiya qo'li yetmagan har bir hudud albatta boshqa kuchlar tomonidan egallanadi. G'arbning qo'rg'onlariga yoki Xitoyning baland devoriga aylanadi. Bunday dunyoda mustaqil yoki betaraf davlat degan tushuncha yo'q. Faqat bo'ysunish yoki nishonga aylanish bor. Barcha narsa shiddat bilan o'zgarmoqda. Ammo bizning maqsadimiz bu 3 qutbli dunyoda eng muhim kuch markaziga aylanishdir. Suveren, erkin, mustaqil, ulkan va biz o'z nazoratimizga olmagan barcha hududlar betaraf hududlar bo'lib qolmaydi. Ular shunday bir yoqimli tinch Shveysariya bo'lib qolmaydi. Shu sababli suveren Armaniston yoki suveren Gruziya yoki suveren Ozarbayjon, suveren Qozog'iston, suveren O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston mavjudligiga rozi bo'lib bo'lmaydi. Ushbu yangi modelda hech qanday suveren narsa mavjud bo'lishi mumkin emas. Tamom suverenitet tugadi. Milliy davlatlar o'tmishda qoldi. Bular chiqindiga aylandi. Bugunning fikriy manzarasida milliy davlatlar eski davr qoldig'i, tarix chiqindisi sifatida ko'rsatiladi. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston yoki boshqa soliq ittifoq respublikalari u uchun mavjud subyekt emas, balki qayta taqsimlanish kerak bo'lgan geosiyosiy hududlar xolos. Suverenitet esa uning tilida qadriyat emas, balki yo'q qilinishi shart bo'lgan to'siq deb ifodalanadi. Bu qarashlar tasodifiy emas. Dugin Yevrosiyachilik deb atalgan g'oyaning eng shovqinli targ'ibotchilaridan biri. Bu g'oyada Rossiya chegara bilan cheklanmagan. Alohida sivilizatsiya uning oldida esa mustaqillik xatar, betaraflik yolg'on, erkinlik esa tahdid sifatida tasvirlanadi. Imperiya qattiq qo'llik, yoki hokimiyat esa muqaddaslashtiriladi. Rasmiy lavozimi bo'lmasa-da, Dugin Kreml siyosati uchun mafkuraviy lug'at yaratib beradi. U qaror qabul qilmaydi, lekin Putin olgan qarorlarga falsafiy parda tutadi. Urushga ma'no, bosqinga taqdir, zo'ravonlikka esa tarixiy zarurat degan nom qo'yadi. Putin propagandachilar tomonidan aytilayotgan bunday bayonotlar yagona holat emas. Yaqinda yana bir rossiyalik propagandachi Vladimir Solovyov ham xuddi shu ruhda gapirdi. Bu Ukraina bilan cheklanib qolmaslik, Armaniston va Markaziy Osiyoga ham harbiy tartib o'rnatish zarurligini ochiq-oydin aytdi. Armanistonni yo'qotish bu haqiqatdan ham ulkan muammo. Bizning Osiyodagi muammolarimiz esa O'rta Osiyodagi, Markaziy Osiyo deb ataladigan hududdagi vaziyat. Ular biz uchun juda katta muammoga aylanishi mumkin. Shuning uchun biz o'z maqsad va vazifalarimizni juda aniq ifoda etishimiz kerak. Biz ochiqchasiga aytishimiz lozim. O'yinlar tugadi. Xalqaro huquqqa ham, xalqaro tartibga ham tupurdik. Agar milliy xavfsizligimiz uchun Ukraina hududida sevuvni boshlash zarur bo'lgan bo'lsa, xuddi shu mulohazalardan kelib chiqib, nima uchun ta'sir doiramizdagi boshqa nuqtalarda ham sevuvni boshlay olmasligimiz kerak. Balki biz o'z milliy doktrinamizni shakllantirib, ta'sir doiramiz qayer ekanini aniq va ravshan aytib qo'yishimiz kerakdir. Bu so'zlar mintaqada jiddiy xavotir uyg'otdi. Jamoatchilikda qat'iy rezonans berdi. Rasmiy Moskva esa odatdagidek bunday bayonotlardan uzoqlashishga urindi. Tashqi ishlar vazirligi vakili bu gaplarni shaxsiy fikr deb atadi. Ammo muammo shundaki, bu shaxsiy fikrlar yillar davomida bir xil mantiqiy zanjirda, bir xil mafkuraviy tilda takrorlanib kelmoqda. Xulosa oddiy ammo xavotirli. Dugin va unga o'xshaganlar uchun Markaziy Osiyo davlatlari mustaqil xalqlar yurti emas, balki qayta shakllantirilishi kerak bo'lgan xarita qismlari. Bu esa falsafa emas. Bu imperiyaning qayta tirilish orzusini bezab ko'rsatishdir. Rossiya propagandachilari tomonidan O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlarining suverenitetini ochiq inkor etuvchi bayonotlar yangrayotgan bir paytda rasmiy Toshkentning sukut saqlash xavfsizlik emas, balki xatarli holatdir. Javob berilmagan har bir imperiyaviy nutq normal holga aylanadi. Suverenitetni inkor qilish rad etilmasa, bu keyingi bosqichda siyosiy, iqtisodiy yoki harbiy bosim uchun mafkuraviy asos bo'lib xizmat qiladi. Tashqi siyosatda sukut betaraflik emas, balki zaiflik signali sifatida qabul qilinadi. Rasmiy pozitsiya yo'qligi jamiyatda himoyasizlik hissini kuchaytiradi. Davlat o'z suveren huquqlarini ochiq himoya qilmasa, fuqarolar ham mustaqillikning mazmuniga shubha bilan qaray boshlaydi.
Bu holat axborot makonida Rossiya mafkuraviy tilining ustunlashishiga yo'l ochadi. Eng xavfli tomoni shundaki, bu sukut Markaziy Osiyoda yakdil pozitsiya shakllanishini zaiflashtiradi. Har bir davlat alohida qoladi. Bu esa aynan imperiyaviy fikr egalarining orzusiga mos keladi. Xulosa esa oddiy. Suverenitet qog'ozda emas, pozitsiyada himoya qilinadi. Uni inkor etuvchi so'zlarga javob bermaslik mustaqillikni sekin-asta ongdan chiqarish demakdir.